Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sad vel Qur'ani ziz-zikr. Sad. Şanlı Qur'an bilan qasamki, bu Qur'an haqiqatan mo'jizdir. Belillezine keferu fi izzetin ve şiqaq. Balki kafirlar imandan bosh tortmoqda va Rasulullahga muxolifatchilik qilmoqda. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Ulardan ilgari kufr tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kazzab. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir." أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. O nurg'un ilahlarni bir ilah qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlardan qo'zg'alib chiqib aytdi: "Sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi." ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Bunu biz başqa bir dindan, ya'ni nara dindikilardan anlamadik. Bu faqat uydurmadır. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Qur'on bizga nozil bo'lmay, uning nozil bo'ldimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shaktidir. Balki ular texi mening azobimni tetig'ini yo'qdir. Am indahum khazain rahmati robbikal azizil wahhab. Yoki ularda g'olib, nihoyat karamlik, Parvardigoringning rahmatining xazinalari bormi? Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma baynahuma falyartaqu fil asbab. Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlari osmonga elib chiqadigan cho'tilarga chiqsin. Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab. Ular Rasulullahga qarshi jamoalardan uyushgan, mag'lub qilingan qo'shindir. Kazzabat qablahum qawm Nuh wa 'Ad wa Fir'aun dhul awtad. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklardan ilgari Nuh qavmi, Ad qavmi va qo'ziqlar egisi Firavun qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Samud qavmi, Lut qavmi va aykilliklar, ya'ni Shuayb alayhissalomning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Ana shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Ular, ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birimi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishlik bo'ldi.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Bular, yani Mekke müşrikleri fakat bir avaz, yani birinci qitimliq surnila kütüdü. O qaytlanmaydı. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Ular, məzxir qilish yolu bilan Parvardigarimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga balduroq, yani qiyomat kundan ilgari bergin deyishdi. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandamiz Davudni asligin. U haqiqatan Allohga itoat qilguvchi edi. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan attigin oqshimi tasbih aytdi. والطير محشورة كل له أواب. Qushlarni onunğa bo'ysundirib berdik. Ularmı taraf-tarafdan to'planib Davud bilan birga tasbih aytdi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allohga itoat qilguvchidir. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Ey Muhammed, da'vo qilguvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan otilib tushdi. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Ayni vaqtda ular Davudning iniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga: "Qo'rqmagin. Biz bir-birimizga cheqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm chiqargin, nohaq hukm chiqarmagin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin" dedi. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Ularning biri: "Shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'liqi bor. Mening bir sog'liqim bor. Qarindishim u bir sog'liqni menga bergin deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi" dedi. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Davud etti: "O sening sog'liqingni o'zining sog'liqlariga qo'shilishni talab qilib, rostli seni bo'za qildi. Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar, shubhisizki bir-biriga cheqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarla bir-biriga cheqilmaydi. Bular ozdir." Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. فغفرنا له ذلك وإن له عند
عندنا لزلفى وحسن مآب. Biz onun xatoligini afu qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargan. Nafsi xohishga agashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklar uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Osmanni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. Ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaz-nasihat elishlari uchun biz sang nozil qilgan muborak kitobdir. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda? U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. O'z vaqtida kechqurunliqi uningga yaxshi yugurik otlar to'g'irlandi. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha, ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim." ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Sulaymon aytdi: "Otlarni mening oldimga elib kelinglar." Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashildik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Sulaymon aytdi: Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin, mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilguvchisan. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyruqi bo'yicha u xohlagan tarafga larza mang'atdi.
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Hamda onunğa kattı binalarını salalaydigan qurğuchi ve dengizlarga çöküp ünçü mercanlarını elip çıqalaydigan gavvas şeytanlarını boysundurup berdik. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Yani nurgun şeytanlarga işgal silingandır. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Biz Sulayman'a aytdık ki, bu bizden sana bergen keng atayımız. Onundan sen xalıgan kişiye bergin, yoki bermigin, bu haqda senden hesap elinmaydı. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. O bizden dergahimizde hakikaten yıkınlıkka ve yaxşı akıratke igi boludu. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Bendimiz Eyyub'ni esligin. O öz vaxtida Parvardigoriga iltijo qilib, şeytan bana hakikaten japa mushaqqat ve azap yetkizdi deb nido qildi. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Onunğa putung bilan yerni tepkin dedik. O putu bilan yerni tepivdi, süzük bir bulaq etilib chiqdi. Biz onunğa bu yuyunsumi bo'ladigan, issim bo'ladigan soğuq sudur dedik. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Biz onun kesel vaqtida hadisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yengdan berdik. Ular bilan billa bir baravar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Onunğa qulun bilan bir bağlam çöpni elip, onun bilan ayolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan savrchan bayqidik. O nima degan obdan banda, haqiqatan o Allohga tavba bilan yuzlanguvchidir. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. İbadette güçlük, dinde basiretlik bendelerimiz İbrahim, İshak ve Yakub'ni esligin. İnna أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Ularni biz pak hislatlik, ahiretni eslab turadigan samimiy kishilar qildik. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ular bizning dargohimizda haqiqatan Allohga tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. İsmailni, İlyasani ve Zulkifilni esligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. O turalg'u bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ular jannatlarda taqitlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turdi. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Ularning yonlaridan erlardan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftlari bo'ladi.
هذا ما توعدون ليوم الحساب Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد Bu haqiqatan bizning atoyimizdirki, u hargiz tugamaydi. هذا وإن للطاغين لشر مآب Bu haqiqatdir. Kafirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. جهنم يصلونها فبئس المهاد U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi. U nimniga yomon joy? هذا فليذوقوه حميم وغساق Bu kuydirguchi qiziq suvdir. Qon yeringdir. Ular buni tetsin. وآخر من شكله أزواج Yani ularga mushu xildagi boshqa turlik azoblar bor. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار Agash kuchilar bilan do'zax kirgan chaqda agash turguchilarga aytiladi. Bu jamoa sizlar bilan birga kirguchidir. Agash turguchilar aytidi. Ular qarshi ilinmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetig'uchidir. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Agash kuchilar aytidi. Balki sizlar qarshi ilinmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar. Ya'ni bizni ozdirib do'zaxga kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nimdiga yomon joy? قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Ular, ya'ni agash kuchilar, Parvardigorimiz bizga bu azobni elib kelgan odamga do'zax azobini ikkasi ziyoda qilgin deydi. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار Ular, ya'ni kafirlarning kattaboshları aytidi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mo'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-ku. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Ularni biz dunyodagi chaqda masxir qilatdikmi? Yoki ulardan ko'zlari yig'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular do'zaxda biz bilan birga tursimi ko'rmayvatamdiq? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار Ey Muhammed, Makka kafirlarga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار U Allah, osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir, g'olibdir. O'z xohlagan bandalarni nihoyat mag'firat qiluvchidir. قل هو نبأ عظيم Ularga aytqinki, u, ya'ni Allohning birligiga da'vat qilguvchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. أنتم عنه معرضون Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Menga
faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi, men haqiqatan loydan bir odam yarataman. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Uni men ravrush yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Farishtalarning birimi qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Faqat iblisda bo'yin tovliq qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Allah aytdi: Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nim to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmasliging takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. İblis, men onundan artıq, meni o'tdan yarattın, onu laydan yarattın, dedi. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Allah, sen cennetten yo'qol, sen haqiqatan qo'g'landa bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin, dedi. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis, Parvardigorim, menga xaloyiq tirildirdigan kun, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang, dedi. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah, jazban sana ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi, dedi. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. İblis aytdi: İzziting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdurman. إلا عبادك منهم المخلصين. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdira olmayman. قال فالحق والحق أقول. Allah aytdi: Mening so'zim haqdir, men haqni so'zlayman. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Sen bilan va ulardan sana ergashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizman. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. إن هو إلا ذكر للعالمين. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar.